Yana sizlar yaxshi ko'rgan yaponskiy samuray ko'pchilik orzu qilgan bugun sotuvimizda Lexus IS300 juda ham shirin narxga. 2008-yil probeg 200 mingdan sal oshdi. Motor 3 litrli 218 ta o't kuchi. Mayda chudani ishini ko'rdim. Salonda ozgina bor, podkrilniklar joylar, plus 4 ta balon taqardim o'rninglarda bo'lganimda. No, hali duxi bor. Ozgina sariplasanglar juda ham chotki mashina qilsa bo'ladi bunda. Uje ahamiyat berdinglar. Orqa oldi restyling qilib bo'lgan 2014-15 ga o'xshagani. Endi narx aytishimdan oldin davaychi salon ham ko'raylik. Salon o'zi bejeviy bo'lish kerak edi. Bu yerda esa bejeviy bilan qora kombinatsiya qilingan, plus TS monitor qo'yilgan, takoy kattarog'i, kameralari ham bor. Ikkinchi qatori ham ko'rishinglar mumkin. Mana joy yetarli, no baribir esinglardan chiqmasin. Klassifikatsiya bo'yicha bu kichkina avtomobil. Shopur tomonda ham salonni ko'raylik sizlar bilan, ko'rishinglar mumkin. Bu yerda multirul, pamять сиденья, ikkita oldi. Ну и plus mana shu dekorativniy elementlar, lekin egalari o'zi qilgan buni. Tomimizda lyuk mavjud. Bunaqa 3 litrli ko'pchilikdan orzu bo'lgan, qimmat paytida ololmagansizlar bilaman, lekin bugun narxiga keladigan bo'lsa, mana bu Lexus IS300 da juda ham shirin. $12.950 ga berib yuboramiz.